Kia Bongo olganingizdan keyin sizni qancha xarajat kutyapti deb o'ylaysiz? Mana shunaqa izotermik bort qilaman deydigan bo'lsangiz va 70 ga 30 sistemasida metan o'rnataman deydigan bo'lsangiz, umumiy qancha xarajat ketadi deb o'ylaysiz? Keling, mana shuni bitta qanaqa materiallar ishlatilgani va qancha ketganini bir hisoblab bersak. Ichini ko'rganlaringizda idealniy holatga keltirganmiz. Poli baquvvat bo'lishi uchun finiski panellar, yon tarafga profillar 4.6, 4.4 profillardan ishlatganmiz. Ichki tomondagi panel esa 0.6 panel bilan bitirganmiz. Eng qiziq joyi har doimgidek lechrolarni ham qo'yib berdik. Har doimgidek 21 mikronlar bilan chiroyli holatga keltirganmiz. Zamovda ham plomba qiladigan va kalt bilan qulflanadigan chiroyli holatda o'sha sifatlisini ishlatganmiz. Mana shu dugalarni har doimgidek bonusga qilib berdik. Mana shu gabarit chiroqlarni ham 4 tasini chiroyli holatda bonusga qo'yib berdik mana. Tomondan turishi va nag tomonlarda ham bor. Metanni ham chiroyli holatda 100 talik o'rnatib berdik. Bu tomonda bitta 100 talik turadi, nag tomonda o'zini baki turadi. Sababi 70 ga 30 sistemasida ham bak turish kerak. Eng qiziq joyi pulga keldik. Aynan mana shunaqa chiroyli holatda sifatli materiallarda bort qildiraman deydigan bo'lsangiz, mana shu akamizga ham 16 million so'mga qilib berdik. Aynan shu ishlatilgan materiallar bilan. 70 ga 30 sistemasini puli qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda plyus qoldiring, eng chiroyli narxlarni yozib qoldiramiz. Aka sizga xuddi shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, past raqam qoldiraman. Bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarni yoki narx-navolarni bilsangiz bo'ladi.